Uyg'ur taraqqiyot fondi jamiyatidan bergan yordamlarni qishda tok, suv, gaz faturasi bek qimmat chiqqanligi uchun uningga tilidik ijaraga ishlatgan bo'ldik. Bizningki eng qiynalgan iqtisodni yetishtirolmay shu pulga ehtiyojli vaqtimizda qo'limizga tekkan bo'ldi. Hozir hamma narsaning o'sib ketish sababli ota-onalardan olgan pul bu yerning chiqimini oralla ko'tarib ba'zi shu ustoz mamay o'zim yolg'iz 3 kishilik odamning ishini men qilib kelgandi. Inshaalloh shu yordam uzilib qolmasa, biz o'stirilsak bu yerdagi Uyg'urlarningki ahvoli hammalarga ayon bo'lganligi uchun o'stirsak bolalarni ota-onalar akamaydi. Shuni o'stirolmaylik. Bizga boshqa bir yerdan destek keldigan yer bo'lmaganligi uchun bo'lsa yordamni uzilib qolmay az bo'lsa bir qilib tursanglar iqtisodni yetishtirib bo'lolmay nurg'un yaslilar taqilib qolgan bo'ldi. Bu yerdagi bahoning o'sib ketishi hamma narsa qimmatlashib ketgan. Shunday bo'lsa biz yanalam bo'ptimi shu bolalar bizning bolalarimiz, shu bolalarga bizning foydamiz yetsa Alloh ajrimizni beradi. Nurg'un bolalar kelgan vaqtida bu yerga ko'pincha bolalar ruscha, inglizcha, turkcha tillarning ko'pligidan bolalar telefonidan jiq qarab, tili to'liq chiqmaqliq bolalarningki. Bu yerda kelish jarayonida nurg'un bolalarningki tili ravon so'zlaydigan bo'lib, ba'zan bolalar ota-onasi atdiganda qo'pab bizni yesliga olib qo'yganda nima qilib birsizlar, bak yaxshi ko'rib bu yerni shunda akamay bilgan desamma, onimay akilang deb turib olgan bo'ldi deb ota-onalarga bak xo'sh, o'sha iqtisodni yetishtirib bo'lmay taqotay deb o'ylagan bo'ldim. O'ylab yanalam shu bolalarningki shu ana tilini qo'g'dab qoldi. Bolalarningki shu ana tilini ravon so'zligini ko'rib, o'zining Uyg'urligini namoyon qilib, biz nurg'un vatandagi ba'zan narsalarni ko'ksitib, bizning vatanimizda bunday narsalar bor deb tushuntirib, ba'zi rasm bo'yatqizish orqali bildirib bolalarga natijasini ko'rganligimiz uchun ota-onasini xo'shlab ana tilini qo'g'dab qilish sababli javob olsaqmi, iqtisodni yetishtirib bilmay azroq qiynalib qolsaqmi, shu davom qilib ketib boramiz. Bu yesliga bolalarimiz o'qitqil akilib bergan iqtisod yoki bergan oylik bo'lsa, hargiz yesliniki chiqimiga yetmaydi deb o'ylaymiz. Bizning mishadagi Uyg'urlarning hammamizning ahvoli hamda ochiq oshkora iqtisodda chekinish bo'lganligi uchun hamda ko'proq beraylik bizning qudratimiz yetmaydi. Bolalarimizni opamayli desak, birinchisi ana tildan mahrum qoldik, ikkinchisi uyda o'tirib bak vaqt o'tib ketdi ekan, yo telefon ko'rish bilan yoki bekor o'yin o'ynash bilan. Ammo yesliga kelgan vaqtida u bolamiz bir ig'iz bo'lsinmi, ilmga qarta bir ig'iz bo'lsinmi, bizning vatanni tunishtirish masalan, az bizning harfni tunish bilan o'tadigan vaqti bo'lsa mush yeslilar taqilib qolmasa deb o'ylaymiz, chunki bizning bolalarimiz ana tildan mahrum qoldi ekan. Kelgusida bizning bolalarimiz ana tilni unutib qoldi ekan. Ana til deydigan bir narsa yo'qolib ketmasin, yeslilar bo'lsa bir taqalmagan bo'lsa. Hürmetlik ota-onalar, men o'g'limni yasliga bergili 2 yil bo'ldi. Bolam bu yasliga kelishning oldida ana tilini ravon so'zlayolmaydi, ham buningizga Uyg'ur tili yoziqida xatmi yozolmaydi, ham Qur'onni o'qiolmaydi. Mush yasliga kelgandan yangi bolam ana tilini ravon so'zlayotgan bo'ldi, Uyg'urcha yoziqni yozalayotgan bo'ldi, Qur'onni ravon o'qiyolayotgan bo'ldi. Uningdan sirt bolam 4-5 amaliyotga tushgandan keyin bolamning psixikasidan chataq chiqib, adam boyaga borolmayotgan, ruhiy kayfiyatida nihoyatda yaxshi emas. Bu kelgandan keyin bolamning kayfiyatida yaxshilanish bo'ldi. Uning ustiga o'qishim bek yaxshi bo'lib ketdi. O'qishlarda yaxshi o'qib, kitob o'qish materiallarini to'liqlab berib ustozlari. Bolam har tarafdan ko'ngil bilib kelyapti. Tamoqqa joyida bu yasliningki attiganlik, nashtalik, tushlik tamoqlari alayda yaxshi. Ham ta'lim tarbiya ishlari bek yaxshi. Yana mush ota-onaning mush har tarafdan bu yaslini qo'llab, mush yasliningki bir yo'qolib ketmaslik uchun, yana mavjud bo'lib turish uchun har tarafdan meni qo'llab-quvvatlashini men chin ko'nglimdan umid qildim. Alloh yaslini yaxshi ko'ramizlar. Hadi yaslini yaxshi ko'ramizlar. Nima uchun? Do'stlarimiz bor. Yaslini yaxshi ko'ramizlar. Do'stlaringizni ko'ramizsiz? Kipinak, kelcan dostum, bu güzel bağlarda parvaz qilgan shad. Biz yordamni topshirib olgandan keyin yordamni yeslining tok, suv, gaz faturalariga o'qituvchilarning maoshiga ishlatdik. Bizning bu yeslini ichishga davom qilishdagi maqsadimiz shu vatandagilarga amal yo'q, majburiy ular unutilib ketib bordi. Biz shu chet eldagilar bo'lsinmi, ana tilimizni kichiklarga hozirdan kuchayib ana tilimizni saqlab qolish uchun ana til yeslisi bolaning Uyg'ur muhitida bizning Uyg'urlarning urf odatini, o'zining ana tilini ravon so'zlaydigan bir shaklda o'sib yetilishi
bo'lishi uchun jafoliq bo'lsa-mu iqtisodiy besimga duch kelgan vaqtlarimizda taqab qo'yishga majbur bo'ldik, ammo lekin yanalamış bolalarning xushalliqi, kulgisini ko'rgan vaqtimizda ular bizning ko'zimizga ko'rinmay, bolalarning ona tilini saqlab qolish, maktabga kirishdan burun o'zining ona tilini bilish, boshda ona tilini ravon so'zlay oladigan bo'lishi uchun yanada tirishchilik ko'rsatib davom qilib kelyapmiz. Xo'sh, chaydan su. Bu qitimliq yordamlarning foydasi bo'ldi. Qishning o'rtasida dal vaqtida keldik. Biz o yordamlar bilan xonimlarning maoshini berdik, part pulini to'ladik, ijaraga azroq bir qismini ishlatdik. Shunchaki qiyinchiliklardimi tiz bukmay davomlashtirishimizdagi sabab bolalarning o'zining Uyg'ur do'stlari bilan birga bolaligini yashasa, sog'lom psixika bilan cho'ng bo'lsa, eng muhim bo'lgan o'zining ona tilini yaxshi o'rganib, boshqa tillarni o'rganishga ulsasa degan umid bilan, vatanning sig'inishini shuning bilan bir pasaytsa degan nishonimiz bilan siz pükmey içip git barımız hazırgacha. Gerçi nurgun qiyinchiliklar uchurgan bo'lsakmi, siz pükmeyimizning birinchi sababi mushu. Güzel, sağlam bir psixikada yetilsa Uyg'ur bolalarimiz degan maqsad. Yesli kirgan chog'da Uyg'ur til so'zlamaydigan, aralashtirib so'zlaydigan, turkchilik qiladigan bolalar bor. Ammo yesli kirgandan keyin biz hamma narsalarning atalg'ularini, unutilib ketayotgan so'zlarning atalg'ularini Uyg'ur tilidan o'rgatib chiqdik bolalarga. She'r qo'shiqlarni yodlatish orqali so'z boyliqlari texmo chiqaydi. Bolalar o'zini hozir to'liq Uyg'ur tilida, ana tilida ifodalab beralaydi. Undan boshqa ana til o'qiy oladi ham yoza oladi. Bu bizning yesli ichib ko'rsatgan g'albimiz. Hozir Krimdan chiqimchi qaraq bo'lib ketibdi. Chunki mol bahosining kundan kunga turaqsiz ham bek shiddat bilan o'sib ketish sababidan ba'zi narsalarni qisishga majbur bo'lib qoldik. Undan keyin ba'zi bolalarimiz bor, normal bekitilgan puldan azroq to'laydi. U bir taslik yaratadi bizga. Ham o'qituvchilarning maoshi bor. O'qituvchilar bu yerda 7 soat turadi. Shunga ularni askariy ücretdan to'van bir maosh beramiz. O'zimizning millat uchun, tilimiz uchun ishlaydi. Ammo lekin bo'lsa ularmi o'zining haqqi maoshni o'sishini talab qiladi. Uyg'ur bolalarimizda boshqa millatning bolalaridek dadillik, o'zini ifodalash yo'q. Chunki ota-onasining vatanga bo'lgan sig'inishi bolalarga ta'sir qilgan-ku. Shunga men Uyg'ur bolalarga o'zimning yeslisidan har xil nomerlarni ko'rsatib, o'zini ifodalab bera oladigan, o'zining talantini namoyon qila oladigan bir talant sahnasi qurish orzuyim bor. Uyg'ur tilini söylemeyen, öğrenmeyen Uyg'ur ana tilida gap qilolmaydi.